Assalamu har doimgidek Garizon bo'ladi. Bu meni birinchi videom. Sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu videoda biz Artigrad serverida main qilamiz, PP qilamiz, hammasi qilamiz. Короче, video kamida 6 minutlik bo'ladi. Sizlar maza qilib ko'radigan video bo'ladi. Va like va obunani esdan chiqmasin. Va hammaga video olg'a. Короче, men boshlanishda olmos topishga harakat qildim, chunki olmos hozir juda ham kerak bo'ladi, chunki olmossiz daraja bo'lmaydi, darajani sotib pullasak bo'ladi. Hozircha menda olmoslarim juda ham kamligi tufayli men olmos kavlashga qaror qildim. Fakir mo'jid esalarsiz, fakir ana bunaqa kechasi qo'yaman. Daraja yetmaydi deb qo'yaman. Agar kirkam sinib qolsa, video tugashi mumkin. Chunki kirka singandan keyin video ham bo'lmaydi, chunki mana hech kirkam yo'q berishga ham bitta vaziyatdaman. O'sha joyda ishlamayapti. Bittada 6 ta normal. Agar videoda spawnda nima edi unoti lekin narsalar beraman. Sizlar qo'llab-quvvatlashingiz o'tirmayman, chunki deyishim nima kerak bilasizlar-ku. Aytgancha, agar videoda 100 ta prosmotr, 20 ta obuna like kelsa, videoni keyingi videoda qilaman va sizlarga tomosha eventlarga boraman, bunaqa ishlar qilaman. Sizlar esa maza qilib ko'rasizlar va eventdan tushgan narsalarni spawnda tekinga qilaveraman, tekinga beraman. Hozircha spawnga qanday bilmayman, chunki spawnga tashlab bo'lmaydi. Shakir maza qilib ko'ryapsizlar degan umiddaman. Video ko'pincha shunaqa sizlar, chunki warp mainda juda ham kam uchraydi olmoslar. Men faqat olmos chiqqan videoni yo'qib sizlarga yoqim tomosha ko'rsataman. Ama olmos topadim, restoran top oldim. Ancha restoran chiqdi. Restorandan olmos bizga juda ham tushdi. Nimaga Fortuna kirkasi 3, no 3 ham normal ham to'g'ri. Ancha qazmasimdan bizga yana olmos chiqdi. 32 ta olmos. Babalar olmos berdi, buni qazib tashlayman va 10 ta olmos berdi. Yana davom etamiz. Va bizga yana shu yerdan yana bitta olmos chiqdi. Bundan 5 ta. Okay. Va restoran
okey. Buni qaranglar. Qazib turganimda men ikkita yaxshi ko'rgan rang tushdi. Ya'ni qancha tushunmanglar. Ikkita yaxshi ko'rgan rudalarim emas. Juda ham chiroyli. Ana o'rtayotgandek ko'rindi. Okey. Uni chiroyli. Buni qaranglar, bizga anaqa ruda berdi. Video hozir to'xtayman. Yo'qmi qaysimaga chiqsa, yo'qaman. Короче, video tugadi. Videosiga yoqamiz, like olmayı esdan chiqmasin. Bu videoning ikkinchi qismini xohlasalaringiz, videoda aytib o'tdim. 20 ta obuna, like va 100 ta просмотр. Va men media rank olishim bilan sizlarga maza qilib narsalar beraman va bu olmoslarni 100 ta просмотр bo'lgandan keyin hammadan tarqataveramiz. Instagram olmos bor. Va video tugadi. Hammaga rahmat. Like, obuna, post, obunachi.